خەلقئاراجىنايى ئىشلارسوتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تەكشۈرۈشنى باشلاش ئۈچۈن تېخىمۇكۆپ ئىسپاتقا ehtiyojliq ekanligini e'lon qildi. Muhafizatchi gazetining xabar qilishicha, xalqئاراجىنايى ئىشلارسوتى تېخىمۇكۆپ isbatga erishish uchun deloni ochiq tutadiganligini bildirgan. Gerçi Xitay xalqئاراجىنايى ئىشلارسوت mahkamasiga imzo qo'ygan a'zo davlatlarning biri bo'lmasa-mu, ammo sotqa irqiy qirg'inchilik ayblashlarini elib kelganlar Tojikiston va Kambodjadan majburiy holda Xitoyga elib ketilgan Uyg'urlarning arxivini sungan. İgilinishicha, Tojikiston va Kambodja xalqئaراجىنايى ئىشلارسوت mahkamasining ahdnomasiga imzo qo'ygan a'zo davlatlar ekan. xalqئاراجىنايى ئىشلارسوت mahkamasi Xitoyning Uyg'urlarni majburiy qaytarib ketganligiga oid tېخىمۇكۆپ isbotlarni talab qilgan. Tayland əməldarları tərəfindən Xitayğa qaytırılış üçün Bangkokdakı köçmənlərini qaytarıb etiş mərkəziga elib kelingan bir Uyğur Amerika dairələrinin tirişçanlığı nəticəsində Amerikaga yetib bardı. Dünya Uyğur Qurultayının icraiyyə rəisi Ömər Qanat özünün ictimai aloqa torida ham bərilgan uçuruq qaraganda 1 yil Tayland türməsində tutub turulğandan keyin Xitayğa qaytırılmaqçı bolğan Uyğur yaş Amerika dairələrinin aralashışı bilan 10 dekabr Dünya Kişilik Hüquq Günü Washingtonga yetib bargan. Ömer Efendi uçurida bunun Xitayning ziyonkashligidan qochib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga panohlangan va Taylandning har qaysi tutib turish o'rinlariga qamalgan boshqa Uyg'urlarga nisbatan bir umid ekanligini ta'kidladi. Xitoy بىلۇمبېرگنىڭ Beijing ishxonasining xizmatchisi Xazifani dۆlət bixəterlikiga təhdid salgan deb gumon qilib qo'lga olgan. Fen familiyalik oldingi dushanba kuni atdigan soat 11:30 atrofida o'zi ishlagan tahrirlarning biri bilan aloqalashgan. Uzoq o'tmay Fenning puxrochi kiyingan bexatarlik xodimlari bilan uydan ayrilganligi ma'lum bo'lgan. Fen familiyalik g'oyib bo'lgan 4 kunda Bloomberg Fenning izdirgi haqida Xitoy hukumati va Xitoyning Washingtondagi bosh-elchixonasidan uchur talab qilgan. İgilinishicha, Fenning oilasiga 24 soat ichida uning qo'lga ilinganligi haqida uchur yetkazilgan bo'lsa-mu, lekin Bìlۇمبېرگ ئاگېنتلىقى yakshanba kuni ondan uning dۆlət bexəterlikiga təhdid yetkizish jinoyati bilan əyiblənib, qo'lga ilinganligidan xabar topgan. Xitayning Xoңkоң alayda ma'muriy rayonida axborot magnati va demokratiyani tashabbus qilguvchi jimmilar dövlət bixəterlikiگەزىيان yetkizish bilan ayblangan. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, bir soqchi amaldori Layning dövlət bixəterlik qonunisiga asosan chet el kuchlar bilan maxfiy hamkorlashish orqali dövlət bixəterlikiگەزىيان yetkizish bilan ayblanganligini aytgan. İgilinishicha, Lay va uning 10 xizmatchisi 10 avgust dövlət bexəterlik qonuniga xiloflik qilish va chet ellar bilan hamkorlashish jinoyati bilan qo'lga ilingan. Ammo 2 kundan keyin kepillikka qo'yib berilgan. Qazaqistonning Turkiyadagi bosh-elchisi Abzar Saparbekoli Turkiyaning Sharq va Osiyo ijvetish siyosati haqida to'xtalganda, Qozog'iston har xil kasblarni ishlab chiqarishdagi arzon xom ashyoning manbasi. Ularning hammasini fursatga aylantirib, kuchli Turkiya sanoatining ul aslahasi oldiga ilib kelalaymiz. Turkiya sanoatchilari Qozog'istonni bir bozor qilib tanlasa bo'ladi dedi. Saparbekoli Qozog'iston mustaqilligining 29 yillik munosabati bilan o'tkazilgan Qozog'iston va Turkiya o'rtaq axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy virusi vabosi mezgilida ikki davlatning o'zaro hamkorligini davomlashtirganligini aytdi. Organik dehqonchilik sohasida Turkiya bilan yaxshi bir hamkorlik elib berayotganligini tilga olgan bosh-elchi, bu sohada tijorat qilayotgan Turkiya shirkatlarini Qozog'iston organik dehqonchilik strategiyasi bilan birga ishlashga taklif qildi.